Assalomu alaykum. Meni kuzatib turgan aziz qadrdon aka-ukalar. Bugun biz Sarg'ul mol bozoriga, qo'y bozoriga keldik. Xudo xolasa sizlarga yaxshi mollarni, qo'ylarni chiqarib, videolar qilib, narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bizni kuzatib boringlar. Ahmedov kanaliga obuna bo'linglar. Sizlar uchun doim harakatdamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Bu bozor arzonmi, qimmatmi, nima deysizlar? O'shani bir kommentariyalarda o'zlaring fikrlarini qoldirasizlar degan umiddamiz. Biz boshladik. Hurmatli akalar, Nurobod Sarg'ul mol bozorini reklama qilishni boshladik. Ya'ni avzor qilib narxlarini tanishtirib o'tamiz. Mana qaranglar. Buni egasi yo'q. Aka sotilyapti bular? Assalomu alaykum. Yo, sot olindimi? Olindi. Nechtasi olindi aka? Mana bu 50 nimaga? 8 ga, unisi olmuş nimaga? 3 ga. Olmuş 3 ga. Bollar qo'chqarcham? Urg'ochi ikkovi. Bu 58 olindi, unisi 63 olindi. Ikkalasini ham bolasi urg'ochi. Sanab beryapti. Akamiz soqqasini sanab beryapti ekan-a. Naki. 63 ga olingan ekan. 58 deyapti. Dadil ekanda, onasi dadil ekanda bolasi ham, ha. Zo'r ekanda lekin. Savdosini bersin. Bundan kichkina. Assalomu alaykum akalar, zo'rmisizlar? Nech pul so'rayapsiz aka? 26,5. 26,5. Qo'shqocha 26,5 so'rabdi akamiz. Shu mol esa ekan, o'tirib ekan, aka, bering. O'zini ham reklama qildi. O'zini reklama qilyapman. O'zini ham reklama qilib yarim, o'zini ham. Nigasini ham reklama qilib yarim, o'zini. O'zing ham to'g'ri turadi. Aka, det nech pul? İşte nasılsa satamiz. Aka, aytib aytmang, endi 3 dan 10 siz o'tiraverasiz. Afishlar qilmaydi, bering ekan. 26 so'ragan ekan, men 50 ming qor. Barak topmayman. 28. Bervaring bir xalq baraka topsin, shu sayil tugashi bilan bir baraka topsin odamlar. Qo'chqarcha, ha? Aka, bering, bozorisidan kim so'ragan aka? Siz kim so'rabsiz bozorda? Nechi pul bo'lsa olay aka, gapiring qani? Bozor. Men bozoringiz 25 so'ragan ekan, 26 so'ragan ekan. Ziyod pul beryapti aka. Bering aka, yaxshi bo'pti lekin. Zo'r bo'pti narx lekin. Aka, assalomu alaykum. Zo'rmisiz, sog'lik zo'rmi? Nech pul qo'zichalar aka? 2,5 deyapsiz. 2,5 deyapsiz. Bozor nech pul so'rayapti? Bozor qo'chqarchami hammasi yo bitta qo'chqar qolgan sovliq, ha? Bir qo'chqar qolgan sovliq ekan. 1,8 dan so'rabdi. Qayerdan ko'ramiz? Ahmedov kanali. Yaptı pazar boş. Aka, qo'chqarma? Ha, ikkinchi qo'chqarchamiz. Aka, necha oylik bular? 2 oylik bor, u 2 oy ziyod. 3 oy, 2 oy plus minus, ha? Aka. Bozor nimani ko'rdi aka bu? 3 million yo'q. Ha? 3 ga yo'q. 3 ga yo'q, ha? 3 ga yo'q aka, mana shu qo'chqarchamiz. Assalomu alaykum boy. Zo'rmisiz, charchamayapsizmi? Sog'ligingiz zo'rmi? Bu nech pul deyapsiz? 6 million deyapsiz. Bolasi qo'chqarchami? Bolasi urg'och ekan bolasi. 4-tug'ishimi?
Bozor nima so'ra? Oxirgisini ayting. 5 so'radi. Qaysi qo'yga so'raydi anoga? Yo'q, men to'xta. Ya aytaylik. 13 yar ol ber. Tak. Eshik ketdimi? Ketdi. Oxiri oldingizmi? Endi balkim savdo olasam. 13,5 ketdimi? Eskimiz 13,5 ketibdimi? Yana bola. Nima rais bu? Aka assalomu alaykum. Afsun siz Qo'chqormi aka? Qo'chqorchi ekan aka. Aka nechi pul bular? 5 million deyapti. 5 milliondan deyilyapti. Bozor so'ragan nechi pul? 4 ta so'rayapti. 4 dan. 4 dan so'ralyapti. Ko'rishini mumkin. Aka shundan pastiga bitmaydi, ha? 3,5 largacha-chi? Yo'qmi? Nomer qo'yib beraymi? Sotiladimi nasibsa? Xudo xolasa sotiladi, ha? Iloyo sotilsin. Ha, qaranglar. 4 dan deyapti. Bozor so'raganini ayting. Shu 4 million so'ra bozor. Javob so'rang. 4 million so'mdan javob mana shu qo'ylar so'ralibdi ekan. Savdoingiz bersin. Aka assalomu alaykum. Siz sog'lik zo'rmi? Aka bozor nima so'rayapti bularga? Bozor 3,5 so'rayapti. 3,5 dan bozor so'rayapti, ha? 4talasi ham Qo'chqormi? Qo'chqor. 4talasi ham Qo'chqorchi ekan. Necha oylik aka bular? 3,5 oylik. Qo'ylar. Yo'qlariga e'tibor beringlar. Okey. Zo'r ekan lekin. Aka savdoingiz bersin. Assalomu alaykum. Joningdan. Boyvo qalaysiz? Hayitlaring. Rahmat. Yashang. Nechi pul bu ona bolalar? 10 million qilyapti. 13 deyapman. Ikkovi bir joyga 10 million qilyapti. Bolalari? Urg'achi. Bolalar urg'och ekan. Onalar tishi qanday? Mana o'sha chori, mana o'sha tish qaytargan. O tish qaytargan bunisi chora qo'ya. 12 bo'lsa beraman. 12 bo'lsa ketdimi? Ay, qo'zilari katta bo'lib qolibdi lekin. Savdoingiz bersin bu. Rahmat. Assalomu alaykum aka. Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Nechi puldan bo'ladi? 4 milliondan berilmadi, 4 milliondan. Ikkovi ham Qo'chqormi? Ikkalasi ham qo'shgan 4 milliondan savdosi bo'lmadi. 4 milliondan berilmadi. Zo'r ekan. Ahmedov Uz kanali. Egalarini ham olaman. Men akalarimiz chiroyli o'tiribdi. Mana aka. Sayildi mol bozorda men aka. Yurg'incha bilan asta o'tkazyapti men. Bayram, ha. Bayram harjiga kelishtirib beringizlar bu qo'ylarni. Sarg'il bozori arzon bozor, eng arzon bozor Sarg'il bozori. Sazag'anchi? Sarg'il bozori arzon. Sarg'il bozor arzon, ha? Kim ko'rsin? Hamma kelib ko'rsin deb. Bugun bayram hali kam Kelgan vaqtda aytilish arzon bular kelganda qimmat bo'lib ketadi. yo'q. Ha? Eng arzon bozor shu. Ha, yashang. Assalomu alaykum. Savdolaringiz bersin. Akalar assalomu alaykum. Qo'chqormi aka bu? Qo'chqorchalar. Pishak o'tgan. Hali qo'za. Nechi puldan baho so'rayapti? 4 dan so'radimi? Bozor. 4 million so'mdan bozor so'rabdi. Qo'chqorlar. O'zi nechi pul aka? 4,5. Ishlasa qolmabdi-ku, berversan azamat qiladi.
ikki qo'ydan baraka topsin xalq. Zo'ribdi lekin. Mana bu inson o'ta yomonni amakisi bo'lar ekan. Ana, har bozor kuraman, har bozor. Ana. Telefonni sotdi o'tami. To'fonni sotdi. O'rniga ikkita ho'kiz oldim men. Ha. Katta. Katta ikkita ho'kiz oldim men. Yashang boy bo'l. Aka, bu ona bolalar necha puldan ekan? 5,5 million olaman. Qo'chqor bolalari. Urg'och bolalar. Bolalar urg'ochi. Tish qanday? Shu birinchi ikkinchi to'sh qo'ydilar. Birinchi, ikkinchi tug'ishi 5,5 dan bolalar urg'ochi. Mana aka. Qo'zilari. Necha kun bo'lgan qo'zilarga? 15 ga 20 kun bo'lgan. 15-20 kun bo'lgan, mana shu akamiz shular o'tirib turgan mana. Aka, necha pul so'radi odamlar? 9,5 million so'rayapti Ikkoviga. 4 million 250 danmi? Ha. 4 million 250. 750 dan bo'ladi. Ha, 4 million 750 dan. 4 million 250 dan mana aka. Shular. Bu-chi aka, bu qo'chqormi? Buni irg'och qo'zicha va 3 million deyapmiz. 27 so'rayapti bozor aka. Bozor 27 so'ra. Necha kilo yuki bor aka buni? 20 kilo go'sht bor uni. Chiqmaydi-yo bu, ha? Chiqadi. Ko'rishinglar mumkin. 3 million deyapti aka, bozor buni nima so'rayapti? 2 million 700 so'radi. 2700 ga so'rami? So'radi. Bir qo'chqor pulini so'rabdi-da. Qo'chqor pulini so'radi. Sog'liq ham qimmat bo'lib ketdimi deyman aka? Semizda. Ha. Savdoyingiz bersin aka. Diqqat qo'yur keladi. Ha, shunday. Assalomu alaykum aka. Ko'rmisiz? Charchamayapsizmi? Necha pul bozor aka so'rayapti bularga? Bozor so'ragan yo'q aka bular. Sog'liqmi? Qo'chqormi? Uchovi. Necha puldan bahosi? Bahosi 5 dan deyapti. 5 dan? 5 dan aytilyapti ekan. Hali bozor so'ramabdi. Nurobod Sarg'ul mol bozori. Boy boss, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Qo'chqorchami, sog'liqchami? Qo'chqorcha. Ha, qo'chqorcha ekan aka. Necha pul aka bu? 3 million deyapmiz. Bozor narxi nima so'radi? Bozor 23 so'radi. 23 so'radi. Bermadingizmi? Yo'q. 23 so'rabdi, bermadi. Necha oylik bo'lar, e? Bilmayman. Toza dehqonmi yo tirikchilikmi? 23 so'rabdi. Savdoyingiz bersin aka. Aka, assalomu alaykum. Nima so'rayapsiz? 3 million 50 ming so'm shu sog'liqqa, ha? Yo qo'chqarma. Qo'chqarcha. Bozor ko'tarilib ketgan deydi. Bozor ko'tarilib ketdimi yo tushib ketdimi? Nima bo'lyapti? Savdosi Aka, harakat o'yinmi? 3 million 50 ming so'm aka. Mana shu qo'chqarchaga. Savdolaringiz bersin aka. Aka, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Necha pul bu? Qo'chqorchami aka bular? Yo'q, bo'z qo'ylar bular. Bo'g'ozmi? Bo'g'ozligiga javob. Javob. Aprelda oxirida topib beradi. Aprelda oxiriga topib beradi deyapti. Necha oylik aka bular? 2 oylik bormi? Bo'zmi? Ha. 4 oy bo'lyapti. 4 oy bo'lyapti. 4 oy bo'lyapti ekan bo'g'oz. Aka, bozor nima so'radi? Bozor 4 gacha so'rayapti. Bozor 4 milliongacha so'radi, ha? Ko'ringlar, bo'g'oz qo'ylar ekan. Tishlari qanday? Shagadi, endi chori. Shak endi chori bo'ladi, deyapti. Yaxshi lekin. Savdoyingiz bersin. Akalar, assalomu alaykum. Zo'rmisizlar? Charchamayapsizmi? Aka, bozor necha pul so'rayapti bular? Buni yo'q. Ya, bu odam trendda o'zi. Ha. Bu 5,5 qo'yapti. Ona bolani 5,5 so'rayapti. Bolasi nima? Bolasi urg'och, ha? Nechinchi tish bu? O'z to'ldirgan. Ha? Og'iz to'ldirgan 3-bolasimi, 2mi? 3-bolasi. 3-bolasi ekan. Ko'ringlar. Bolasini ham turg'izib ko'rsatamiz. Hop. Ha, bolachasi. Ahmedov o'z kanali.
Bularchi qo'chqarmi, sog'liqmi bo'lsa? Ular. Bular ama bular nechi puldan so'rayapti? Bularni Borini boricha aytaylik. 2,5 so'rab bermaydi. 2,5 dan so'raldi, berilmadi. 2,5 2 oyim urg'ochi qo'zi 2,5 dan so'raldi, berilmadi. 3dan deb turibdi. 3dan deb turibdi. Savdongiz bersin aka. Assalomu alaykum. Nechtasi so'ralyapti aka? Ha, ina bola. Ina bola? Nech pul so'raldi? 5 million 300 ming. 5 million 300 ming so'mga yo'qmi? Salom top toza bering bocha. Savdo bo'lyapti. Bola qo'chqarchami? Qo'chqarcha. Savdosini oldi. Tozalab sotdim demang lekin. To'g'risida. Bosimdan 300 ming bo'ldi, shuni ham toza qilib berasan. orqa bocha qarang. Bir sabam ketmaysiz, to'y tomoshalashlarni men moldan barakat. Apa bu? 53 top toza. Ha? Acha bor deb bering. Seni ko'nglingda bildim, o'zi shunga tushadi, orqa. Ha, to'g'risida. Bering. Bering, bir odamlar baraka topsin, ro'za, Ramazon. Bering. Beradi hozir. Mana bu bitta bayvoch. Bir bayingizni ochingda shu qo'ying. Odam jiradi. Agar shu sekundda sotilmasa aytadi. Mana qo'ydi. 5 million 300 ming. Nechinchi tug'ishi bu? Ikkinchi tug'ishimi ekan? Shu qo'ydi. Ikkinchi tug'ishi aka savdosi Yemin bo'lyapti. erkin gapirib yopdi nima desang ham, hayır. Orqa bocha. Aka, haqiqatan bir savdoni boshlaring, ey. Bosin pocha. Bor deb bering faqat. Bosin. Berib yerda qolmaydi shu. Pocha. Bor deb bering. Bu yilligacha buning ko'nglini men bilib turibman, endi unday qilma. Ko'ngli 55 turyapti. Qilyapman deyman da shudan. A bunday o'zi hozir orta tortadi shunga. Yili bir sotdim deng. Bor. Qarang. Xudo barakasini bersin pocha. Bandaniki olib olmaydi. Alloh barakasini bersin. Borsin qo'yin kelgida oddiy. Bir oddiy so'zingiz qoldi pocha. Chegini ham o'zi beradi. Ha. Bir sim ketma. Bo'ladimi? 5 million 300 ming. 5 million 300 ming so'm ona bola qo'yib bolasi ikkinchisi ekan. Savdolaringiz bersin. Assalomu alaykum akalar. Qaysi so'ralyapti? Mana shunisi savdosi bo'lyapti. Ona bolami? Qo'chqarmi ekan? Bolasi urg'ochi. Nech pul so'rayapsiz aka? 56. Okey. Akalarimiz mana ro'za chiqdi, mana aka endi nasib qilsa mana hamma og'zi ochildi, xudo xolasa. Biri tog'amiz, biri akamiz. Nasib qilsa bozordan chiqib bir chiroyli o'tirishcha bo'lar, xudo xolasa. Yashanglar. Ketdimi? Ketdi 7ga. 7ga ketdimi? Nima qiling? 57 5 million 700 ming so'mga mana bolasi urg'ochi ekan, bu o'zi. Mana ketdi. Nechinchi bolasi ekan bu? Birinchi bola. Birinchi bolasimi? Zo'ribdi lekin. 5 million 700 ga birinchi bolasi ketdi mana. Savdongiz bersin. Ay, hamma sharday. Mana. Akalar assalomu alaykum. Aka qo'shqarma sog'liqmi bular? Sog'liq ha? Hammasi. Hammasi sog'liqchi ekan. Necha oylik bular? 4 oy bo'lganmi? 4 oylik, 3 oylik qo'zilar ekan mana. Aka bozor nech puldan so'rayapti? Bozor 3 milliondan so'rayapti. Bozor 3 milliondan so'radi, ha? Ha. 3 milliondan so'ra. Aka shu turishiga necha kilo bir 20 kilo yuki bormi? 20 kilo 18 kilo. 18 ha? Bori 18 da, to'g'rimi? 18 kilolar yuki bor mana aka. Nurobod Sarg'il mol bozori, qo'y bozori. Aka jazmanga nech pul beramiz? Jazman beraman degan. Olaman deganga. Ha? 3 dan oshsa beramiz. 3 dan oshsa ketdi. Bir joyga 3 dan bo'ladimi aka? Bir joyga 3 dan ham to'g'ri kelmaydi. O'zi 2,5 bermayapti. Bir joyga 2,5 3 dan to'g'ri kelmaydi. Savdongiz bersin aka. Akalar echkilar narxlarini tanishtirib o'tamiz, xudo xolasa. Nech pul ekan aka bu? Bozor so'raganini ayting bizlarga. 1 million 700 so'ra. 1 million 700 ming so'm. Bola erkakmi? Erkak. Bola erkak ekan. Uchinchi bola. 3-bolasi 1 million 700 ming so'm so'rabdi mana aka. Mana
akalar. Oppari. 18 bo'lsa ketdimi? Ketdi, 18 ketdi. Ha, akamiz 18 bo'lsa shu echkini berib beraman deyapti. Ona bolam. Zo'r bo'pti degan. Sog'ligingiz bersin aka. Mayli. Assalomu alaykum boy bu. Nurmisiz charchamasmi? Ona bolami hammasi? Ona bola. Egizchi. Egizchimi bular? Ha, egizchi. Nechi puldan akani? Mana egizchi ikkita bolasi bor. 2,5 deyapmiz. Mana ularni 2 million 200 deyapmiz. Ha, yakkalar ha? Yakkalar bolalar, ha. Egizchini o'zini bozor nechi pul so'radi? O'zini 2 million 800 so'radi, bermadi. 2 million 800 so'raldi, berilmadi. Bolalar katta-katta qolgan. Bollari katta bo'lib qolgan. Qirg'ochmi bollar? Buni bilmayman lekin. Uyda yuradi, o'zimizniki. Ha, diqqonchilik ha? Dehqonchilik. Oqsatlar emas. Diqqonchilik. Dehqonchilik. Sog'ligingiz bersin aka. Mayli, omon bo'l.